会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明，超级厉害，超级神奇的怪物数学小分队。G'alati maqtuqning katakchi o'yin o'ynashi. 1, 2, go sakra. Üç, dört, emmimiz yıkıldık mana. Chaqiraq ekran doim govini qo'rqitib yetadi. Chiqroq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematika paydo bo'ladi. Ha, bu sakraydigan g'alati maxluq ekan. O qayerga berishni qat'iy nazar sakrab berish yaxshi ko'rdim. Bugun sizlarning xushal bo'lishinglarni umid qilaman. G'alati maxluq matematika atritidilar. Rahmat, sizga qanday yordamimiz kerak? Amakas rahmat. Sizning bunday deganingizga, men hozir Moslaviyadagi bog'chida, men bu yerda eng tayinli qiziqarli bo'lgan yangi o'yinni bayqadim. O bo'lsa g'alati maxluq katakchi o'yini. Anlamakka nayt yaxshi o'yinda qiladi. Shunday bu. Bu baqals o'yin. Birinchi katakchida turib, tash g'alati maxluqni otdi. Tash g'alati maxluqi? Taş yerga tushganda siz tez suratda yana bir katakchiga sakraysiz. Ben qaltisga. Andan tez suratda tashba katakchiga sakraysiz. Andan uni elib olasiz. Andan davomli sakrab birinchi katakchiga qaytib kelasiz. Undaq sakrasak bek murakkab bo'lib ketadi ekan-ku. Bu g'alati vaqtlarning katakchi o'yini degan shu. Bu o'yin baq qiziqarli. Anlamakka intayin qiziqarli bilan ekan. Biroq nima masala yuz berdi? Lili, bu yerda 10 katakchi bor. Men sakraydigan g'alati maxluqlarga nisbatan menga bu katakchilar yana ozlik qiladi. Sakraydigan g'alati maxluq. Siz shunda qaramsiz. Biroq menga nisbatan bu katakchi o'yini bek cho'ng. Shundoq, haqiqatan bek cho'ng. Biroq men texmo cho'ngda o'ynag'im bor. Sakraydigan g'alati maxluq ansirman. G'alati maxluq matematika atriti hozir yo'lga chiqdi. Rahmat sizlarga. Sal turib ko'rishaylik. Sakraydigan g'alati maxluqqa yordam berishimiz uchun biz uningga cho'ng bo'lgan katakchi o'yinini yasab berishimiz kerak. Biz g'alati maxluq matematika o'qimidan foyda hal qila olamiz. Chunki g'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. G'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rnatgangiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, undan keyingisan. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Undan keyingisan. Hozir demaysan-ku, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andan keyin. Deganing to'g'ri, Lili. Mayli, g'alati maxluq matematika atriti. Biz uningga texmi cho'ng katakchi o'yinni qilib beraylik. Teşkimo sakraydigan g'alati maxluq. Oxiri keldinglar. Amaliyotda bu g'alati maxluq katakchi o'yinimi nihoyat cho'nkan-ku. Shundoq, u birinchi katakchidan boshlab 10-chi katakchigacha borgan. Shundoq, birdan 10gacha g'alati maxluq katakchisi rostida cho'ng. Biroq men o'yin o'ynaganda to'xtamay sakrashni yaxshi ko'raman. Shunga bu katakcha o'yini men kichikib qoldi. Shunga siz bundan cho'ng g'alati maxluq katakchi o'yinini o'ynagansiz bakanda, bu shunday qilsangiz texmi ko'p vaqt o'ynag'li bo'ldi. Shundoq, mening bu o'yinimga yana 5 tal katakchi qo'shaylik deyman. Bu o'yinda jami 10 katakchi bor. Biroq men 10-g'ini sanashni bilaman. Men undan keyingi sonlarning nima son ekanligini bilmayman. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatma so'zini deyishimiz kerak ekan. Undan keyingi son. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Undan keyingi son. Muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsash ekrani keldi. 10 g'alati maxluqlari qabbaq turishni yaxshi ko'radi. 11 g'alati maxluqlari o'ltirdi. 12 g'alati maxluqlari to'xtamay sakradi. 13 g'alati maxluqlari o'zaro usishdi. 14 g'alati maxluqlari
onun keyindeki sallarını bilip aldık. Ular 11, 12, 13, 14, 15. Hazır biz onun kendideki 5 tane sanlarını bilip aldık. Biz tekimi çoğun boğan katekçi oyununu yasayalaydıgan bulduk. Biz birlikte katekçi oyununu oynaylı. Sizler ben kal sekredinler. Kapı maymana burnu ipesiniz bulan da. Meni buram. Rahmet sizlerge. Erzimeydi o. Ha? Oy tütle. Hem biz bu katekçi oyununa yani 5 katekçini koşaylı. To'g'ri, biz bu katakchilarga qaysi sonlarni qo'shishni bilamiz. Onun keyindeki son nima bo'g'iydi endi? Onun keyindeki sallar mı? Ben hemmisini isimde saklayamadım. Mening esimda bor. U bo'lsa 14. To'g'ri 12. 12 bo'lsa ariqdagi bir son. Matematik atratikiler, sizlerning isimler de var mı? Biz matematik görüşü ekranı qayta chaqiraylı mı? Yaxshi anlanglayımsa, biz katekçi sizga vaqtimizda birlikte sizgan katekçinin sonini sanaylı. 11, 11, 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15. 15. Sakraydigan g'alati maxluq. Bu katekçi oyunu texmi cho'ng bo'ldi. Bırak abla. Biz o sallarını qaysi katekçiga mos keladiganligini qanday esimizde saqlab bo'lamiz. Bu katekçilerde sallar yo'qtursa. Men esimni tutib oldim. Matematik ko'rsatish ekrani bizga bu katakchidan 11 bo'ldiganligini degan. Shunga men bu katakchiga 11 ni yozay, 11 ni qandoq yozdigando? Matematik ko'rsatish ekrani bizga onun keyingi sonlarni deb bergan. Biroq qandoq yozilish usulini aytib bermagan. Abla, biz o sallarını bu katekçilerge qanday yazımız? Sizlar raqamdagi maqtuni ko'rdinglarmi? Bu bizning yana bir qatim g'alati maqtuq matematika maxfiy eskartma so'zini deyishimiz kerakligini bildirdi. Undan keyingi son. 3 sanayman. 1 2 3. Undan keyingi son. Qaranglar, g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. Sen yozish bekmi oddiy. Tuvandagi bosqich bo'yicha yozsanglar bo'ladi. Sizlar birdan boshlashsanglar bo'ladi. Birinchi son bo'lsa 1. Ondan uning keyiniga yana 1 deganni qo'shib yozamiz. Dal shundaq. Biz qaytib kelaylik. Oldi bilan 1 ni yozamiz. 1 ning keyiniga yana 1 deganni qo'shib yozamiz. 11 degan son yozildi. Bak aqllikansiz. Hozir yana 1 degan sonni yozamiz. 1 ning keyiniga 2 degan sonni qo'shib yozamiz. Bu son dal 12. Yaxshi qildinglar. Yana 1 degan sonni yozamiz. 1 ning keyiniga 3 degan sonni qo'shib yozamiz. Bu son dal 13. 1 degan sonni yozamiz. 1 ning keyiniga 4 degan sonni qo'shib yozamiz. Bu son dal 14 bo'ldi. Yaxshi qildinglar. Bak yaxshi. Eng oxirida 1 deganni yozamiz. 1 ning keyiniga 5 degan sonni qo'shib yozamiz. Bu son dal 15. Usloynanglar. Vah, rahmat sana matematik ko'rsatish ekrani. Biz hozir ondan keyingi sonlarni qanday yozishni bildik. Biz oldi bilan 1 degan sonni yozamiz. 1ning keyiniga 1dan 5gacha bo'lgan sonlarni tartib bo'yicha yozsak bo'ladi ekan. Tezroq bo'linglar do'stlar. Biz birlikda 10dan keyingi sonlarni yozaylik. Ha, men 1 degan songa o'zgaralayman. Qo'y, yaxshi qilding. Lekin biz eng yaxshisi bor bilan yozaylik. Shunday qilsak boshqalar senga desab qo'ymaydi. Ha, to'g'ri. Bo'ladi do'stlar, biz birlikda bayamqi sonlarni yozib boqaylik. Biz birlikda matematik bilimlaridan foydalanaylik. Oy! Oldi bilan bir raqamni yozamiz. Keyiniga bir raqamni yozamiz. 11 degan son yozildi. Yana bir raqamni yozamiz. Keyiniga 2 ni yozamiz. Bu son 12. Bir raqamni yozamiz. Keyiniga 3 raqamni yozamiz. Bu son 13. Bir raqamni yozamiz. Keyiniga 4 raqamni yozamiz. Bu 14. Bir raqamni yozamiz. Keyiniga 5 raqamni yozamiz. Bu 15. Bu naytimi cho'ng bo'lgan katakchi o'yini bo'ldi. Qo'limizga tash g'alati maxluqni elib, uni atamiz. O to'qchi bilanla biz darhol sakraymiz. Uni terib akilib, ondan yana sakrab avvalgi joyimizga qaytib kelamiz. Biroq bu jarayonda tezroq bo'lmasa tash maxluqi sirtqa chiqib ketadi. Qaranglar, tash g'alati maxluqi eng oxirgi katakka kelib to'xtadi. 15-chi katakka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tangrim, yana sakraydigan katakchi bormi? Biz davomli sanaylik.
Ondan keyingi raqamlarni sanashga tayyorligimiz bitdimi? Biz birlikte sanaylı. 11, 12, 13, 14, 15. 15. Vaa, bak yaxshi oldu. Bu oyun bak qiziq. Kim ikkinchi bo'lib sakraydi? Ha, men. Yaxshi. Amsa tosh g'alati maqsadini qo'lingizga elib eting. Andan uni qaytarib akilang. Boludu. Başlandı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ben kızgarlık oyun keleli. Kaça bana oynaş növbeti tegido. 12, oynab bo'lgan 13, inson 14, növbet 15. Oldu. Ben birinci kata için qaytay. O qaytib geldi. Endi növbet man geldi. Vah. Hazır emas ku bu. Vayca. Yiqilib ketishni hisob qilmaganda katakchi o'ynash o'yini haqiqatan bak qiziqarli. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atratikilar. Biz sakraydigan g'alati maxluqiga eng cho'ng qatakchi o'yinini qilib berdik. Biz ondan keyingi sonlarni o'rgangandan keyin bu masalani hal qila oldik. Yana usullarni qanday yezishni bilib oldik. Şunu biz məxluqlarının usulu arqılı alqışı artaylı. Əmiz üçkü sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimlerini galiba kaldı. İşte aldık.